Lekin Gold Clinker kuzatib oluvchilari, sizlarga mana ko'rsatib o'tamiz. Mahsulotlarimiz kech bo'lishiga qaramasdan mana soatlarimiz kech. Bishkekdan mehmonlarimiz keldi, bizga zarar 40 kvadrat forma ob'yom yurgimayapmiz degan holatda gapirishdi. Mahsulotlarni ular kuttirmagan holatda mahsulotlarni mana kech holatda chiqarib yuboryapmiz. 40 kvadrat ob'yomda lazerning holatidan 30 kvadrat, so'kiliga 7 kvadrat, so'kilnisidan 3 kvadrat tumba holatidan qilib komplekt qilib berganmiz lazerga. Lazerda 12 taligini mana ko'rsatib o'tamiz. Shu holatda bo'ladi. Bu 14 talikdan farqi bor. So'qiliga mana bundan qilib berganmiz, tumbalariga undan qilib berganmiz. Korxonamizga kelsanglar 50 dan oshiq variantdagi tosh va qoliplar barchasi Gold Clinkerda. Mana ishxonamizga kelsanglar birbirlarini cheklanmagan holatda. Bu yerda yo'q, yangiliklarimiz ham bor Gold Clinker kuzatib boruvchilari. 6 xil holatda quyishligini o'rgatyapmiz. Traventin qorishmalik, mramor qorishmalik barchasini korxonamizga kelsanglar o'rganib ketsanglar bo'ladi. Vibralarni ko'rib tursanglar bo'ladi. Mahsulotlar qoloplarini eng sifatligidan qilib tanlagan akalarimiz shulardan chiqarib yuboryapmiz. Gold Clinker bilan hamkor bo'lish vaqti keldi. Kelinglar, bemalol bizda mahsulotlarni ko'rib turib, boshqa joylarda ham aylanib qo'ysanglar bo'ladi. Sifati bilan mahsulotimizni idealligini ko'rsatib beramiz. Korxonamizda kutamiz sizlarni.